Assalomu alaykum qadrli kanalimizdagi mana bizga olasa 330 lik kompleks to'lovimizga turli kompleks to'lovimizni reklama qilyapmiz. Xudo xolasa Sizga o'tish chans kerak. Qirg'iziston Qorasuvga ketyapti. Oldimizda garmoshka tirsak chiqarish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Mana birinchi holatimiz kartofkadan chiqadi. Mana shu holatga keltiramiz. Birinchi lislamiz kesilgandan keyin bundan chiqqandan keyin chig'iriqqa solinadi mana. Chig'iriqqa solinadi, o'zi tortaveradi mana. Chig'iriqdan mana shu holatga olib olamiz. Mana holati. Bundan chiqqandan keyin chok po'stiga astomakka solamiz. Yana ulavamiz. Choklarni bosib oldik, ko'rishingiz mumkin. Bu ideal endi xolos. Bundan chiqqandan keyin yaqinlashtirib ko'rsatamiz. Kelasizlar ko'chirib qo'ygan yo'q, yirtib qo'ygan yo'q, xudo xolasa, zo'r. Chiqqandan bukaydigan apparatimiz bor mana. Bu solamizda juda bukamiz. Mana shu holatga keltirib beradi. Xudo xolasa o'ta zo'r, zavod talabiga javob beraveradi. Mana gradusdan ham 90 gradusga kelgan. Olasa komplegimizda akalar turba komplegi 330 kompleksdan o'zimiz ketyapti. 330 komplegimizda universal qaychimiz bor. Ikkita 45, ikkita 90, ikkita 3'te 3 kechadigani bor. Oyoqda ishlaydi bu. Burada joda qaychilarimiz bor. Bu yerda 2lik 5 ham kelganimiz bor. 2 ga 2 bukadi bu. Şu 30'lik stanogimiz kesishlarni olsa zo'r. Razmerni to'shni razmer kesib beradi. 4 santimi 4 sant kesadi. Masalan 4 yoki 3 qo'ymaydi razmer. Bir xil razmerda kesib beradi qaychilarni. Mikrofon va turbatirsa sexoq biznes yurtdagi akalar bemalol aloqaga chiqarib nomerlarni qoldiramiz. Ustanamiz qarashiga garantiya beradi. Yaxshi. Joda qaychilarimizdan tortmasdan 3 razmer kesib beradi.